Aka, Loropian oyoq kiyimini uy sharoitida tozalashni o'rgating, iltimos. Xo'p bo'ladi, yuring, o'rgataman sizga. Obunachilarimiz tarafdan eng ko'p berilgan savollardan bittasi uy sharoitida oyoq kiyim, zamshi oyoq kiyimlarimizni qanaqangi usulda tozalasak bo'ladi degan savol berilgan. Xudo xolasa bugun niyat qilganmiz, sizlar bilan shu oyoq kiyimni uy sharoitida qanaqangi tozalashni birga o'rganamiz. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Shotka kerak bo'ladi. Shotkamiz где-то 5000 so'm turadi. Mana bunaqangi shotka ham kerak bo'ladi. Mana bunaqangi najachkalar kerak bo'ladi. Suv, sprey bilan mana bunaqangi idish yuvadigan vosita kerak bo'ladi. Endi oyoq kiyimi nimadan boshlaymiz? Yaqinroq kelsangiz ko'rsataman. Zamishimizni birinchi bu shotkada changlarni qoqib olamiz. Aylantirib. Mana tukronni ancha ko'tarib oldik zamishimizni. Changlarni ham qoqib oldik. Changlarni qoqib olganimizdan keyin hammamiz uyimizda bor idish yuvadigan vosita AOS yoki Fairydan foydalanamiz. Fairy yo AOSdan ko'p qo'shib yormaymiz, 25 gram qo'shsak bo'ldi suvga. Suvimiz bir 200 gramcha suvga bir 25 gram bu vositadan qo'shamiz. Buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirganimizdan keyin shunaqangi shotkada buni bir boshdan yaxshilab yuvib chiqamiz. Ko'rishinglarki, sirazi penkaga o'xshab ko'payib boshladi. Bu eng oddiy usuli hisoblanadi uy sharoitida tozalash. Har kuni tozalab yursangiz bo'ladi. Shu usulda. Qanday politensada sochig'imizda buni tartib olamiz degandek. Ikkinchisini xuddi shunaqa usulda yutib olamiz. Endi ichiga kalotka solib olamiz. Mana bunaqangi forma держателlar bo'ladi. Bu formasini ancha o'zini holatiga qaytaradi. Kelasiga solib qo'yamiz. Agarda sizda bunaqangi kalotkalar bo'lmasa, bemalol bizga kelsangiz bo'ladi. Bizda sotuvda bor. Ikkalasini shuni holatiga olib keldik. Xudo xolasa buni qurishni kutamiz. 2 soatda xudo xolasa uy sharoitida quriydi. 2 soatdan keyin kraska sepamiz. Mana oyoq kiyimimiz quridi. Endi oyoq kiyimni birinchi ishqalangan changini qoqqan shotkamizni qaytadan olamizda. Bu shotkada endi tuklarni ko'tarib chiqamiz. Bu shotkamiz sal qattiqroq hisoblanadi. Shuning uchun zamish tukini ko'tarishga yordam beradi. Zamishimizni bir tarafga qarab chiqamiz. Mana zamishimizni ko'tarib oldik. Endi bunga magazindan sotib olingan sprey Dlenubuk zamishi degan bessvetniydan sepamiz. Bessvetniydan sepmasak, agar svetlisdan o'zini tomli siniy svetdagidan sepadigan bo'lsak, mana bu klientimiz oldindan shunaqangi spreylardan ishlatib yurgan ekanlar. Podoshasini ko'rishingiz mumkin. Podoshalari tonna tomli siniy bo'lib ketat qolgan. Buni ketqizish iloji yo'q, faqat zameni podosh qilish kerak yoki bo'yab yuborish kerak. Mana shuni hozir sepamiz. Agar siz uyingizda bunaqangi shotka topa olmaydigan bo'lsangiz, bunaqa narsa sotib olsangiz, sprey tepasida o'zini maxsus shotkasi ham bo'ladi. Shundan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu ham ancha zamishni ko'tarib beradi. Xudo xolasa buni sepib olamiz. Sepishni faqat kechqurun sepishni maslahat bergan bo'lardim, chunki kunduzi sepsangiz ko'chaga chiqishingiz bilan chang qoplaydi. Shunga kechqurun sepib qo'ying. Kunduzi bemalol qurigan holatda kiysangiz chang bo'lmaydi. Mana oyoq kiyimimiz tayyor bo'ldi. Oyoq kiyimimizni o'zingizlar e'tibor berishingiz mumkin. Xudo xolasa oyoq kiyimimiz zo'r chiqdi. Agar videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib, like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.